Assalomu alaykum barchaga hurmatli xrizantema ishqibozlari. Bugun qiladigan ishimiz kecha kesib olgan qalamchalarimizni bugun mana bunda chiranda tayyorlab oldim. Chiranda tayyorlab suqib chiqamiz. Xo'p, bu chirandaga nimalar ketadi? Qarang. Ozgina mashuncha joyga yarim qop qum, bir arava biogomiz, bir arava torf qo'shdim. Uchalasini aralashtirib, mana bunday joyga chetlarini to'sib 5 santimetrli qattiq yerga qilganman. 5 santimetrli mana shunday narsa tayyorlab oldim. Endi bunga do'stlar suqib chiqamiz. Suqqanda qanday suqiladi? Mana yaqin qilib suqib ketilaveradi. Mana shu holatda. Buni stakanga suqsa ham bo'ladi asli, kasetalarga. Endi men bunga suqmaganimda boisi stakanlarga buni katta 15 ga 15 stakanga ko'chiraman. Niholcha holatida ekib chiqaman. Shuning uchun shu yerga ekyapman. Do'stlar, mana shular hammasi xrizantemalar sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Qalamchani mana shu usulda qilinadi. Keyin buni ustiga mana endi agrovoloknami, matomi tashlab qo'yiladi do'ga qilib. Mana shunday do'ga qilinadi-da, tashlab qo'yiladi. Namlab turib, suvlab, yaxshilab. Buni ildiz otganini do'stlar qo'yib turaman. Bizni kuzatishda davom eting.